Xayrli kun do'stlar, bugun O'zbekiston traktor bozorida o'z o'rnini egallab bo'lgan legendarniy Solis traktor haqida qisqacha obzor qilib beraman. Traktorimiz 96 kuchlik Hindistonda ishlab chiqarilgan Sanalika zavodining mahsuloti hisoblanadi. 4 ta g'ildiragi ham tortadi. Orqa taraflari ko'pchilik qiziqqanlar uchun bartovoy hisoblanadi. Daj ballonlarigacha BKT ballonlar bilan jihozlangan. Diskalarida toshlarigacha bor, transport holatida o'ynab ketmasligi uchun. Naveska qismi ikkitalik silindrlar bilan sentralnitiyaga, eng asosiysi teleshka tortish uchun hamma sharoit usloviyalar qilib qo'yilgan. Traktorimiz Perido qismi Italiyaning Carraro kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Perido qismlar bilan jihozlangan. Eng asosiysi stupitsasi 3 ta silindr shesternali bo'ladi, qiynalmaslik uchun. Oldida toshlari ham bor. Motor Yanmar 4 silindrli dizelli dvigatel bilan jihozlangan. Apparatura Bosch sistemasiniki. LED faralar bilan ham jihozlangan. Salonini ham qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman. Salon qismi ham juda ideal ishlangan. Korobkasi sinxro mexanika hisoblanadi. Hech qanaqa dovushlarsiz bir-biriga ulashadi. Rullar gidravlika chiqib tushadi, nastroyka bo'ladi. Sidinalar mexanizator uchun qulaylik yaratish maqsadida bemalol o'ynab turadigan, qiynalmaydigan sidinalar bilan jihozlangan. Toshbaqa quyonlarigacha, panejni, paveshini hamma narsa bilan jihozlangan. Magnitofon, klimat kontrol, qishda pechka hammasi ideal ishlaydi. Даже buni hamma joyi ochiladi. Oynalari, bokovoy, orqa, hamma tarafi mexanizator uchun juda qulay qilib ishlangan. Даже elektronli qilingan ko'p narsalar. Kolonkalarigacha, magnitofonlarigacha qilib qo'yilgan. Chunki mexanizator dalada zerikib qolmasligi uchun. Kechasi yurganda ham yaxshi faralar bilan jihozlangan. Mana traktorimizni holati. Do'stlar, bu traktor O'zbekistonda ishlab, o'zini oqlab, O'zbekiston bozoriga kirib kelgan traktor bo'ladi. Bunga 3 yil yoki 1,5 ming matachas garantiya beriladi. Traktorimizni shoshilib qolamiz, chunki yaqinda keldi. Keyingi navbatdagi partiya уже bitta sotilib bo'ldi, bu bir dona qoldi. Xohlaganlar pastda nomerlarimni qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni unutmaymiz.